Bizga shijoatlik o'limolar kerak. Abdori Muhammad Yusuf. Shijoat, g'ayrat, jasurlik, boturlik, qat'iylik, jasorat degan ma'nolarni bildirdi. İnsanlar azaldan shijoatli kishilarni hurmatlaydi va ulug'laydi. Shijoat bobida payg'ambarlar birinchi o'rinda keladi. Chunki payg'ambarlar eng shijoatlik, eng qaysar, eng qo'rqmas va to'liq sehiy kishilar edi. Ular aziz jinini va ilkidiki hamma narsani Alloh yo'lida atashdan qat'iy ishkilinib qolmagan. Ular o'lim bilan, yurtidan polinish bilan tahdid qilinsimi, haq yo'lidan qat'iy qaytmagan va deydigan gapini jakarlab turgan. Shu sababdan bo'lsa kerak, payg'ambarlar barcha din ahlining qalbida cho'nqur hurmatga sazovor bo'lib kelmoqda. İnsaniyet tarixidagi eng shijoat, eng jasur inson payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhissalom ekanligida shak yo'q. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, urush maydonlarida jang qizib ketgan va bizning majolimiz qolmagan chaqlarda Rasulullohning oqsiga kelib qo'g'dan atdik. Undaq vaqtlarda dushmanga Rasulullohdan yaqin turadigan hech kim yo'q edi. Rasululloh oramizda eng shijoatli zot edi. Payg'ambar alayhissalomning haq gapni qilishda dodilligi uchun dalil isbot keltirishning hech hojati yo'q. Chunki uning hayoti shijoatni dastur qilgan, jasurlikni odat qilgan hayot edi. Qisqasi, uning o'z yurti bo'lgan Makkadan qo'g'lanishidagi asosli sabab Makka katoboshlari oldida haqni so'zlashdan, haq dinni tabliq qilishdan hech ikkilanmaganligi va tangdossiz darajadagi shijoati yuzidan edi. Payg'ambar alayhissalomdan qolsa shijoat bobida mashhur 4 xalifa keladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan keyin ba'zi arab qabilalari namoz o'qiymiz, ammo zakot bermaymiz deb o'tirg'i chiqdi. Men birinchi xalifa Hazrati Abu Bakrning yeniga kirib, uningga: "Ey Rasulullohning xalifasi, ularga yumshoq muomala qilgin, chunki ular ko'ndirilmagan moldek odamlardir. Ularni asta ko'ndirib olasan." Devidim. Abu Bakr menga: "Ey Umar, men seni menga bu ishda yordam qiladi deb o'ylagan edim. Afsuski sen oldimga yengilgan odamdek kapsan. Jahiliyatdagi keskin Umar endi islomda yavash bo'lib qoldimi? Sen ularni qandoq ko'ndirgin deysan? Sihir qilibmi? She'r to'qibmi?" Yo'q. Rasululloh ketdi, vahiy uzildi. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, qo'limda qilich tutqidek majolim qolganga qadar ularga qarshi jihad qilaman. Rasulullohga berib kelgan bir org'amchichoqlik nas uchun urushiman dedi. Shundan keyin bildimki, Hazrat Abu Bakr menda mubak keskin, menda mubak shijoatlik zot ekan. Tarixdan beri har qanday bir millat shijoatlik, g'ayratli kishilarni hurmatlab kelgandek, islom ummati shijoatlik o'limolarni qat'iy unutib qolmadi. Musulmonlarning qalbida yodlanib, tarix batlarida saqlanib va ish izlari o'lga qilinib kelgan o'limolar dal ashundoq shijoatlik, qaysar, g'ayratlik, jasur o'limolardir. Ammo jasur bo'lmagan, to'g'ri yurak o'limolarning hech qanday nom nishonisi qolmagan. Hozirga qadar minglarcha o'limo borliq kelgan bo'lsa-mu, ularning ichidan qalblarda o'rin olganlari intoyin ozdir. İmam Azam, İmam Ahmad, İz ibn Abdusalom bularning misoli. İmam Azam xalifaning qozi bo'lishga taklif qilib, o'ziga yon tayoq qilishiga qarshi chiqib, turmaga tashlanmagan bo'lsa, İmam Ahmad Qur'onni maxluq emas degan so'zida ching turib, qamoqqa ilinmagan bo'lsa, İz ibn Abdusalom zolim podshohlarning oldida dodil gap qilib, ularning hadiyalarini va mansablarini rad qilib, yo'qsul turmushni tanlamagan bo'lsa, Alloma Muhammad G'azzoni Abdunnosirning oldiga chiqib, Allohdan qo'rqmamsan degan so'zni dodil aytib 10 yil turmada yatmagan bo'lsa, Sayyid Qutb zolimdan afu tilmaslik badaliga o'limni tanlamagan bo'lsa, ular qalblarda bugünkidek yotlanmas edi. Bizning Uyg'ur tariximizda bundoq shijoatlik o'limolar ko'p o'tgan. Hijriya 611-yili
Kuchlik xonning Xotanda islomdan qaytirish harakatiga butun vujudi bilan qarshi chiqib, 3000 ga yaqin odam bilan birga shahid qilingan Imom Alauddin Xotani yaqinqi zamon tariximizda bo'lsa o'z ideyasida ching turib, turmadan shahid qilingan marhum Karam Qorim qatorliq o'limalarimiz buning misoli. Bizning Uyg'ur islom tariximiz bu zotlarni cho'nqur ehtirom bilan yod etadi. Ularni hech unutmaydi. Misrlik shoir Ahmad Shavqiy shijoat haqida mundoq yozgan ekan. Qalblarda shijoat ko'pdir, lekin aqlda ancha yo'qdir. Chunki shijoat qalbda bo'lib aqlda bo'lmasa, bundoq shijoat odamni harakatga keltirolmaydi. Natijada ishga yaramaydi. ibn Abdusalomning haqiqatni dodil o'tirg'i qo'yishidagi keskinligidan ba'zi o'rnaklar. Birinchi, Salohiddin Ayyubiy vafot bo'lgandan keyin uzoq qolmay uning taxtiga varis qilguvchilar o'rtasida to'qinish yuz bergan bo'lib, Damashq hokimi Solih Ismoil Komil Misrda hokimlik qilayotgan inisi Najmiddin Ayyub degan kishiga qarshi Salib armiyasi bilan birlashadi. İnisi Ayyubni yo'qitib berish badaliga Sham rayonining Baytul Muqaddas, Tabariya, Asqalon qatorliq joylarni va Misrning ba'zi shaharlarini Salib armiyasiga o'tinib berishga kelishadi. Bu ahvol musulmonlarning qattiq noroziligini qo'zg'aydi. Shu chaqda Alloma ibn Abdusalom juma xutbasida nutq so'zlab, Sham hokimi Solih Ismoil Komilning qilmishini qattiq ayblaydi va musulmonlarni bu zulmga qarab turmaslikka undaydi. Buning bilan Sham hokimi uni mansibidan ep tashlab, zindonga tashlaydi va uni o'zining siyosatiga xizmat qildirish uchun qattiq urinadi. Bu arada hokim zindonga elchi avatib, Alloma ibn Abdusalomga sizning burunqi mansibingizga qaytishingiz va texmi cho'ng mansablarga yukselishingiz uchun bir yo'l bor. U bo'lsa-mu hokimga bo'ysunish va uning qo'lini so'yishdir, deydi. Alloma ibn Abdusalom bu gapga qattiq g'azablanadi va keskin javob berib, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men hech kimni qo'limni so'ygili qo'ymayman. Endi qandoq bo'lib boshqalarning qo'lini so'ydi ekanman? Ey qavm, sizlar boshqa yo'lda, men boshqa yo'lda turibman. Allohga shukrki, meni sizlar mubtilo bo'lgan sinoqqa uchratmabdi. Ikkinchi, Heyit kunlarning birida Misr hokimi Najmiddin Ayyub Qohiradagi cho'ng qal'aga chiqib, askarlarning ma'naviyatini tomosha qilib o'ltiradi. Alloma ibn Abdusalom hokimning yeniga kelib, unga xitob qilib, "Ey Ayyub, men sana Misrning hokimiyatini ato qilsam, sen u joyda aroq sotishga ruxsat qildingmi?" deb so'rsa, sen nima deb javob berasan deydi. Hokim, bu ish marhum dadamning zamonasidan beri davomlashib kelyapti emasmi? deydi. Shuning bilan Alloma ibn Abdusalom hokimga dodillik bilan radiya berib, sizlar xuddi mushriklarga o'xshash ota-bobolarimiz shundoq qiladi, bizim ularga agishimiz da'votsizlar deydi. Shuning bilan hokim Misrdagi aroq do'konlarining hammasini taqash to'g'riliq farmon tushirdi. Shu chaqda Alloma ibn Abdusalomning toliblaridan biri uningga hokimning hayvatidan qo'rqmay uning qarshi chiqdiligo deganda, u men Allohning hayvatini ko'z oldimga keltirgan vaqtimda yer yuzining hayvatlik podshohlari menga hech narsachilik ko'rinmaydi deydi. Hijriyaning 656-yili o'z vaqtidagi islom poytaxti Bag'dod Chingizxonning askarlari tarafidan ishg'ol qilingandan keyin Misrdan boshqa islom diyorining hammasi Chingizxonning qo'liga o'tib bo'lgan bo'ladi. Misrda Najmiddin Ayyub vafot bo'lgandan keyin uning taxtiga o'g'li Turon shoh varislik qiladi. Ammo u uzun o'tmay suiqasd bilan o'ldirilgandan keyin Sayfuddin Qutuz taxtga chiqadi. U barliq o'limalarni, amirlarni to'plab yig'in ochadi. Yig'inda Chingizxonning Mo'ng'ul askarlariga qanday taqobil turish to'g'risida maslahat berib, islom askarlarini qo'rallantirish va ularning ta'minoti uchun xalqdan yordam to'plash qaror qilinadi. Ammo amirlarning xazinasidagi pul-mol to'g'riliq gap so'z bo'lmaydi. Shu chaqda Alloma ibn Abdusalom xutba so'zlab, hokimning va amirlarning xazinasidagi pul-mollarni islom askarlarini jabdush uchun sarf qilish lozimligini ta'kidlaydi va kishilarning ma'naviyatini ko'taradigan, iymonini kuchaytiradigan ta'sirli so'zlarni qiladi. Shuning bilan hokim va amirlarmi odatki xalqqa o'xshashlar qo'l ilkida bor bo'lgan mol dunyoni Alloh yo'lida jihad qilishga sarf qiladi. Natijada Qutuz askarlari Ayn Jalut degan joyda Chingizxonning Mo'ng'ul qo'shinlarini mag'lub qiladi.
Shuning bilan Misr Chingizxonning ishg'olidan aman qoladi. İmam Navavining shijoatidan o'rnak. Sultan Zahir Bibris Misrda Mo'ng'ullarni yo'qitib Damashqqa kelgandan keyin Shamning atrofidagi bog'u bo'stonlarning hammasini davlatga tava deydigan qonun chiqarib, bo'stonlarning egalarini o'zlarining ekanligiga doir isbot xati hozirlashga majburlaydi. Burungi zamonlarda hujjat isbot deydigan narsa bo'lmaganlikdan bo'ston egalarining qo'lida hech qanday isbot xati yo'qligini bayon qilib, ular Imom Navavining huzuriga boradi. İmam Navavi Sultan Zahir Biberisga xat yozib, xalqning bundaq isbot xati talab qilishning to'g'ri emasligini, xalqqa ziyon yetkazish joiz emasligini bildirdi. Sultan xatni o'qib qattiq g'azablanadi. Vazirlarga İmam Navavining maoshini to'xtatinglar, mansibidan ep tashlanglar deb farmon tushirdi. Ular sultonga İmam Navavining maoshi yo'q, mansibimi yo'q, bir masjidda hadis o'qitadigan kishikan deb doklat qiladi. Bu arada İmam Navavi sultanning xatga javob bermaganiga qarab, o'zi bormasak bo'lmaydiganligini qaror qiladi va sultanning huzuriga berib, uningga qattiq talaffuz bilan norozilik bildirdi. Sultan dastlabda qattiq g'azablanib, İmam Navavini jazolamoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, birdala ko'ngli yumshab ketadi va imomning keskin so'zlari diliga ta'sir qiladi. Shuning bilan Bo'ston egallari to'g'riliq chiqargan qonunni bekor qilib etadi. Alloma Said Qutbning shijoatidan o'rnak. Fi Zilalil Qur'on tafsirining muallifi Alloma Said Qutb shahid qilinishdan burun barliq islom dunyosidagi ulamolar uni Abdunasirdan tilib olmoqchi bo'lib, ko'p tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, bu tirishchiliklar foydasiz qoladi. Misrdagi harbiy mahkama Said Qutbning Jamal Abdunasirdan uzr tilasi uni kechirim qiladiganligini aytib, uni uzr tilashga qistiganda, Said Qutb qat'iylik bilan namozda Alloh taolaning bir ekanligiga ishorat qiladigan bu barmoq tağutning hokimiyatini qabul qilib e'tirofnom yezishni rad qiladi deydi. U yana mundaq deydi: "Men Alloh taolo bilan qilayotgan ulug' ishimni xato ekan deb uzr aytamdim. Men qandoqlarcha ulardan rahim shafqat tilgidekman. Mening turmaga kirishim haq bo'lgan bo'lsa, men Haq taoloning bu hukmiga rozi. Agar nohaq turmaga ilingan bo'lsam, tağutdan shafqat so'rashdan ustunman. Bizga mushundoq o'lim olar kerak. Mushundoq o'limlar mangu ölmeydi."